qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonni besib olgan 74 yildan ortiq vaqt mobaynida Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishi uchun tunji qatim ahamiyatli bir qadam besildi. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining Sharq Turkistonning besib olingan davlat ekanligini Amerika Majlisiga tunutish murojaatnomasi Sharq Turkiston sürgündü hükümeti, Alberta Uyg'ur Kültür Cemiyeti, Sharq Turkiston Davlat Manfaati Merkezi, Amerika Sharq Turkistonliklar Cemiyeti, Belgiya Sharq Turkiston Toplumu, Kanada Sharq Turkiston Federatsiyasi, Sharq Turkiston Mustaqillik va Qarindoshlik Cemiyeti, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakati, Sharq Turkiston Xalq Cemiyeti, Sharq Turkiston Uyg'ur Birleşmesi, Sharq Turkiston Sürgündü Parlamenti, Gollandiya Uyg'ur İnsan Hakları Fondi, Fransiya Uyg'ur Cemiyeti, Sharq Turkiston Avstraliya Cemiyeti, Sharq Turkiston Madaniyat Merkezi, Sharq Turkiston Futbol Cemiyeti, Sharq Turkiston Milliy Fondi, Sharq Turkiston Milliy Qayta qurish Projekti, Yaponiya Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi, Sharq Turkiston Paravanlık Cemiyeti, Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi, Hör Uyg'ur Cemiyeti, İlim Meşripi Terbiyeleş ve Mülazimet Fondi, Uyg'urlarga Adolat Merkezi, MOS Uyg'ur Tantarbiya ve Kültür Merkezi, Norvegiya Uyg'ur İslam Kültür Merkezi, Pakistan Uyg'ur Cemiyeti, Queensland Uyg'ur Til Maktabi, Tikiş Sharq Turkiston Fondi, Shvetsiya Uyg'ur Cemiyeti, Shvetsiya Uyg'ur Ma'rif Cemiyeti, Türkistan İslam Cemiyeti, Uyg'ur Amerika Kültür Merkezi, Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Merkezi, Gilgit Baltiston Uyg'ur Akademiyasi, Uyg'urlarni xalqarалық qo'llash o'rni, London Uyg'ur Ma'rif Cemiyeti, Hör Sharq Turkiston uchun yangi nasl, Ostfold Uyg'ur Tantarbiya va Kültür Merkezi, Queensland Uyg'ur Cemiyeti, Saja Instituti İslam Bilimleri Tadqiqot Cemiyeti, Uyg'urlarni qo'llash Cemiyeti, Shvetsiya Uyg'ur Komiteti, Norvegiyadagi Uyg'ur Cemiyeti, Ömer Uyg'ur Ishonch, Avstraliya Uyg'ur Cemiyeti, Uyg'ur Kültür Cemiyeti, Uyg'ur Hörlük Munbiri, Uyg'ur Uchur Merkezi, Uyg'ur Radio va Televiziya Fondi, Uyg'ur Fan Bilim Fondi, Uyg'ur Yoshlar Birlashmasi, Uyg'uriston Ozodlik Cemiyeti, Dünya Uyg'ur Ayollar Birlashmasi, Uyg'ur Kültür va Uchur Merkezi, Uyg'ur Uchur va Qarindoshlik Fondi, Kanada Uyg'ur Masjidi, Uyg'ur Jonlanish Cemiyeti, Uyg'ur Yoshlar Cemiyeti, Belgiya Uyg'ur Yoshlar Birlashmasi, Uyg'ur Türkleri İttifaqlashish va Yordamlashish Cemiyeti qatorliq muajiratdagi 61 Sharq Turkiston tashkilotlarining imzo qo'yishi bilan 20 fevral kuni Amerika Majlisidagi siyosiy yo'llar va qonun chiqaruvchilar, Tashqi ishlar komitetining ishxonalari, raisi va muavin raislariga, Amerika Majlisining Xitoy Kompartiyasi ishlari bo'yicha tanlangan komitetiga, komitetning raisi va muavin raislariga topshirildi. Keyingi haftalarda yuqoridagi komitetlarning barliq a'zolariga va Amerika Davlat Majlisining 535 nafar a'zosining hammasiga topshiriladi. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining Cumhur Reisi Dr. Mamtman Ala efendi bu haqda xalqimizga bayonot berdi. Assalomu alaykum. Hurmatli Sharq Turkistonliklar, vatandoshlar, qarindoshlar. Bugun biz bir tarixiy kunning ahamiyatini sizlarga so'zlamoqchi. Ya'ni bugun biz Sharq Turkistondagi besiblangan davlat ekanligini Amerika Majlisiga tonutish murojaatnomasiningki dastlabki natijasiga erishdik. Bu natija nəhayət xoşallarlıq oldu. Ehtimal bəzilərinlə bundan xəbər tapqan buluşunlar mümkün. Bəzilərinlə xəbər tapamagan bolsanlar, şunu nəhayət xoşallıq bilan aytaman ki, chet eldagi 61 Sharq Turkistonlik tashkilot bizningki ushbu murojaatnomamizga imzo qo'ydi. Biz buni o'zimizningki ilgari sizlarga bildirgan ochiq xatimiz bilan Amerika Majlisi ve şu meclisteki siyasilerine ve kanun çıkarışlarına bugün yolladık. Bizden bu xatni yollaganlığımızdaki haber, yani 61 Sharq Turkistonlik teşkilatlarının birleşip bu xatni
Amerika Meclisi'ndeki münasebetlik o işgallarga yollaganlıktan ibaret bu hoşanlarlık ve mühim haber Amerika'daki dağlık on kanat matbuat bolmuş Breitbart haberlerde bugün çıktı. Bunu mu köreleyse bunun İngilizcesini bu hem bizimki bugün kıygan faaliyetlerimizdeki mühim kısmı yani naiti bizni hoşallandırgan kısmı. Hoş, vatandaşlar, 70 yıldan aşkan müstemlik tarihimizde bu kıtım müstakil buluştan ibaret birden bir gayemizni 61 Şarkı Türkistanlık teşkilatının imzayı bilen Amerika hükümetiga, palata azalarına, Xitayga ve özümüzge bildirdik. Bugün şunu men nayete tentenlik jakalayman ki, Şarkı Türkistan'dan müstakilligidagi mühim bir basqıç bolgan, onun besivlangan, yani onun Xitay hükümeti tarafidan besivlangan bir devlet ekanligini tonutish hareketimiz bugün ahırlaşmadı, belki endi perdesini açtı. Hammanglar soruşinglar mumkin yoki ba'zinglar soruşinglar mumkin, buning bilan vatan ozod bo'lib ketyaptimi? Albatta, vatan buning bilan atil ozodlab ketmaydi. Ammo vatanni mana mushundaq kichik va puxta qadamlarni bosmay turib ozod qilib bo'lmaydi. Qarindoshlar. Albatta buning unumi atil ko'rilmaydi. Ammo uzoq muddatlik bir jarayonda bizga o'xshash qumdek chechilib ketgan surgundiki bir xalqning irodasini bir yerga olib kelishda, fokuslashda halqiliq rol o'ynaydi. Shundaqla men bir savol so'rab baqay. Bundaq muhim bir harakatga qatnashmay yoki uningga to'sqinlik qilib turib vatanni ozod qilib bo'lamdi? Bo'lmaydi. Asla bo'lmaydi. Bo'lmaydi emas. Bu bizning yo'qolishimizni texidimi tizildi. Allohga ming qatli shukriki, bu faoliyatimiz ig'vogarlarning suiqasdini bosib o'tdi. Dushmanimizning razil planini yer bilan yakson qildi. Buni sen qilib ketamdigan deb hasad qilganlar dog'da qoldi. Agar bu harakatimizni o'zimizning manfaati nuqtasidan tushunmasak, buni bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyning manfaat nuqtasidan tushunib boqaylik. Shu chaqda ehtimol biz texadimmi aniqroq bo'lgan, texadimmi mudhishroq bo'lgan, texadimmi real bo'lgan, texadimmi ta'xirsiz bo'lgan yana bir xil tushuntirishga erishishimiz mumkin. Esinglarda bor. Xitoy hukumati 1996-yili, ya'ni buningdan 28 yil muqaddam 7-numurluq maxfiy hujjatni ichki qismida tarqatdi. Bu hujjat bizningki kollektiv o'lim xitimiz edi. Ba'zilarimiz xuddi Seyit Nochidek o'zimizning o'lim xitini ko'tarib yurdikki, uni o'qib boqmadik. Tadbirni texmi olmadik. Xo'sh, bu hujjatda zot nimalar deyilgan edi? Bu hujjat amaliyotda keskin ma'nodan elib aytgan vaqtda Uyg'urlarni yo'qotishninki yo'l xaritasi yoki plani edi. Shunday diqqatni tortarlik va bizning bugungi ishlarimizga munosabat bo'lgan ikki nuqta bor edi. Ya'ni bu nima edi? Birisi Sharq Turkiston degan nomni ishlatishni butunlay cheklash. Mayli Sharq Turkistonda bo'lsin yoki chet elda bo'lsin, bo'laqmi chet elda. Bu cheklashda Sharq Turkistonlik tashkilotlarning ishlatilishi cheklashda o'z ichiga qolmay, balki bu nomni boshqa chet el hukumatlarga ishlatkizmaslik. Bu orqali uning xalqaralashishning oldini olish. Yana biri Sharq Turkiston mustaqilchilarini chet elda uzil-kesil yetim qoldirish. Endi bizning chet eldagi 28 yillik siyosiy harakatlarimiz, tashkillanishimiz va tashkilotlanishimiz, ideya mafkurlarimizga bu nuqtadan qarab boqaylik. Biz asosan toki yaqingacha xili zo'r darajada bu razil planiga moslashib keldik va uni ijro qilib keldik. Mayli bilayli yoki bilmayli. Ba'zilarimiz Sharq Turkiston degan bu nomni ya yoqtirmadik, ya uni qo'llanishni rad qildik,
ya uni zanglik qildik, ya uni Uyg'uriston degan davlat nomimiz bilan so'qishtirib, oxiri Sharq Turkiston degan nomni yo'q qilmoqchi bo'ldik. Xitoyning bu plani 28 yildan beri bizni davlatchilikdan iborat bu buyuk va ta'xirsiz g'oyadan turli shakllar bilan yiroqlashtirib keldi. Bugun bo'lsa Xitoylar bu planning oxirgi qismi bo'lgan irqiy qirg'inchilikni elib beryapti. Gerçi irqiy qirg'inchilik u hujjatda deyilmagan bo'lsa-mu, ammo u hujjat ilindigan planlarningki oxirgi nishoni mana shu irqiy qirg'inchilikda to'xtaydi. Vatandaşlar, biz bu qitim hech bo'lmasa Xitoyning bu planini bitchit qildik deyalayman. Buni mushu murojaatnomaga imzo qo'ygan 61 tashkilot birlikda bitchit qildik. Bu orqali bizni mavjud bo'lgan ekanmiz, davlatimizni qayta qurish g'oyasi hargiz o'lmaydi deganni yana bir qitim jakarladik. Ham yana shuni namoyon qildikki, ilgari Sharq Turkistonchilar yetim qoldirilgan, kamsitilgan, xato tushunilgan va hatto dushmanimiz zarxandlik bilan degandek bir uchumlarga aylantirilgan bo'lsa, bugun ular yolg'iz emas. Ojiz emas. Mustaqilchilarning qo'shini ilgarikidan texadimi zo'raydi. Mustaqillik hayotimizning asosiy muqomiga va nishoniga aylanyapti. Mana bu haqiqiy g'alaba. Agar bu murojaatnomaning ahamiyatini tushunmaganlar bo'lsa, buni men haqiqiy g'alaba deyman. Bugun bu murojaatnomaga imzo qo'yganlarning hammasi tarixning eng ochqishli bir paytida Xitoyning bu nijis planiga yo'q deb javob qaytara olganlardir. Shundaqla onunğa qarşı bu muqaddas kurashga qo'rqmasdan, o'ylanib o'ltirmasdan va keskinlik bilan bu g'alaba bu ishga aktiv bilan qatnashgan, onunğa imzo atgan va imzo atquchlarni qo'llagan hammanglarga mansub. Sizlar buni qozondinglar. Sizlar bugun 2017-yili irqiy qirg'inchilik boshlangandan beri tunji qitim İçinlardan çıkarıp qaqaqlab gülüşke, özünlardan faxrlanishga ve bir-biringlarni tabriklashga haqliqsizlar. Shuni aytish kerakki, bu murojaatlarga imzo qo'ymagan yana nurg'un tashkilotlar bor. Texim muhimi, ularning ko'p qismi ta hozircha og'izda bo'lsinmi, uyg'urcha bo'lsinmi, so'rinlarda yig'ilishlarda bizmi mustaqillik deymiz deb kelganiga qaramay bu murojaatnomaga imzo qo'ymadi. Vatandoshlarım, buningdan hayron qolmasliklarini so'rayman. Chunki imzo qo'ymaydiganlarningki, qo'ymaganlarning yillardan beri bizga bilinishlik bo'lib kelgan. Bu qitim ularning maydoni yana bir qitim ochiq oshkora va poklik muqimlashdi. İmza qo'ymaydiganlarning bahonasi nurg'un. Ya'ni biz bilan maslahatlashmadiyay. Bizmi bundaq ishni qilyotibdik-ey. Uyg'ur siyosatini vayron qilmoqchikanay. Bizni hozirla javob berishga qistadiyay. Uyg'uriston demidiyay. Qatarliq yeylar bor. Cheksiz bir yeylar bor bu yerda. Ularning maydoni kabi bu bahonalarmi bizga yangilik emas. Yenilik bo'lgani ularning o'zininki nima da'vatqanlik bilan hisoblashmay, o'zininki chet eldagi ko'p qism tashkilotlar va jamoatning qarshisida chiqayotganligiga qaramay, ilham mantiqsiz va tutamsiz bahonalarga jahillik bilan eslab olishidir. Bu jahillikni xuddi o'zining maydonida, siyosiy maydonida ching turgandek kulkilik mag'rurlik bilan ifodalashdir. Qadrli vatandoshlar, o'ylab boqaylik. Bizdek qo'rqinchli bir mustamlikadagi millatdan o'zimiz emas, balki xohlagan bir chet ellik
vətinin besivlanğanmı, emasmı deb sorsa, nima deb javob bergan bo'ladi? To'xtabdi. Men o'yinni bo'lay deytdikmi? Bilmayman deytdikmi? Yoki mening nima korim deytdikmi? Yoki barhaq vatanim Xitoy tarafidan besivlangan zamin yoki davlat deytdikmi? Bununla o'ylanish va vaqt ketadimi? Albatta. Bu vaqtda o'ylanib bakmaganlarga yoki bu vaqtda o'ylansimi, yoki o'ylanib bakkan bo'lsimi, yoki o'ylanishga uringan bo'lsimi, oxirgi javobni topolmay yurganlarla o'ylanishga vaqt talab qiladi. Ammo butkul azob oqibatlari va yo'qotishlarning tub sababini boshqa narsa emas, balki mustamlikadan ko'rdigan, qulluq tushib qilib erkinlikka zar bo'lgan va Xitoy zulmida bag'ri qon zardab bo'lgan har qanday bir Sharqiy Turkistonlik buningga hech o'ylanmasdinlar, vatanim besivlangan zamin deb javob bera oladi. Agar zulm rost bo'lsa, agar qulluq jinimizdan o'tgan bo'lsa, agar xo'rliq ko'tirib qo'pqisiz bo'lsa, agar mustaqillik bizning dardimizning tub sababi bo'lsa, yana nimaga mustaqillik deyolmaymiz? Qachongacha deyolmaymiz? Kimlarning agar bundoq desak, ochiqlab qilishdan qo'rqib turib deyolmaymiz? Yoki bizga tashlab berayotgan 2-4 tal dinidan ayrilib qilish uchun qo'rqib buni deyolmaymiz. Diyemmigidek, ayg'idek nemimiz qoldi. Başqa qo'rqdan qutulish yo'lida birlashtirsa bo'ladi. Ammo bu qitim biz yana qashqa bo'lindik. Qashq bo'lib ketdik. Natija o'ttirdi. Kimning kim ekanligi ayon bo'ldi, ham kimning kim ekanligi o'ttirdi. Ammo shuni deb qo'yayki, buning imzo qo'ymaganlarga ishimiz yanada ochiq. Qachoniki mustaqillik uchun haqiqiy ma'noda bir safda bo'lishni xohlasanglar, qo'limiz ko'ksimizda. Biz yanada qarindosh. Dushmanimiz o'xshash. Azoblarimiz o'xshash. Taqdirimiz o'xshash. G'oyimiz o'xshash. Bu o'xshashliklar bizni asli qon bilan go'shtdek birlashtirib o'tish kerak edi. Ammo undaq bo'lmayapti. Yani şunu deymenki vatandaşlar imza koymaganlar sebeplik royunlarını herkes düşünmeli. Bana 61 teşkilatına imzayı vatandan tizrek müstakil buluşudun ibaret bu nişanda tekimi köp adamlarımızdan ortak gayege işkellikinin ki Polat'tek delili oldu. Bu bizi gururlandırdı. Hem bizge yeni ümit bəxş etdi. Bizning o'rtaq g'oya ostida hamkorlashib texmi nurg'un natijalarni barliqqa keltira oladiganligimizga kafolat berdi. Sharqiy Turkiston surgunda hukumatı pat yaqinda ushbu murojaatnomaga imzo qo'ygan tashkilot rahbarlari bilan uchrashish elib bordi. Bu orqali kelgusidagi hamkorlik haqida texmi ilgirlab izlanamiz va sizlarga bu haqda tekidimi hoşlanlarlık haberlerini yetkizishga va'da beramiz. Vatandaşlar, abay deb o'tganimdek bu qitimliq g'alaba oldi bilan Sharq Turkistonliklarning qo'llab-quvvatlashiga mansub. Ondan har qaysi tashkilotlarning buningga dadillik bilan imzo qo'yib, o'zining siyosiy maydonini bildirganligiga mansub. Bo'libmi? Bu yerda eng muhim bir qarindoshlarimiz bor. Bular vatanda, qarang'i turmalarda bir minut bo'lsa-mu erkinlikning ta'minini tetishga zar bo'layotgan ashu millionlagan xalqimizga mansub. Esinglarda bo'lsin. Ularning umidi bizga tushirilgan buyruq. Ularning yo'shirin duolari bizning ma'naviy tuvrikimiz. Ularning ahuzari bizning harakatlantirgich kuchimiz. Endi bu murojaatnomada Sharq Turkiston surgun hukumatı ep ketadigan foydani deb o'tib ketay.
Çünkü bu payda pek sürüştürüldü haftadan beri. Bunu demesem olmaydı. Bu müracaatname faoliyatida Sharq Turkiston sürgün hükümeti fakat özünün üstüge tushgan vazifani ado qildi. Ya'ni o vatandaşlarımızın siyasi gayesini, yani müstakil bo'lishdan ibaret bu ortak siyasi gayeni bir müracaatname şekliga kirgizib, Amerika siyasilerinin dikkatiga sunishga xizmat qildi. Biz faqat sizlarning xizmatinglarda bo'ldik. Başka hiç tamadı bulmadık. Ahırda bunundan xoşallık tapdık. Mana bu bizning paydamız. Zerdigo'sh bo'lmanglar. Başka çoğun payda yok bu yerde. Hizmet qilishdi bak. Bu münasebette Türkiston sürgün hükümetinin Cumhur Reis buluş sübütün bilen hükümetimizde bu işni vücudga chiqarishga jon dil bilan xizmat qilgan barliq millat vakillariga ve başka a'zolarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ularning ba'zilarini qaldiq Uyg'ur kommunistlardan tortib, biz bilmaydigan oddiy Uyg'urlarga haqoratladi ve hatta o'ziga munosib kelmaydigan tillar bilan popozi qildi. Shundaqdimi ular o'zi ko'zlagan vazifaning yuz xotirasi uchun tishini tishiga tishlab hammamizning xizmatini qildi. Voysimidi, orqaga yanmadi. Ularning gunohi zodi nimidi? Gunohi erkinlikni yo'qotganlarning esiga erkinligiga sahip chiqishni selish bo'ldi. Yani gunohi bu-te. Devletini tartqizib, ar nomusga qolganlarni nomusni aqlashga fursat bilan ta'minladi. Ularning gunohi g'ururi yer bilan yaksan qilinganlarga g'ururni asli keltirishning birdan bir yo'lining qarindoshlarni tillash emas, balki ortak düşmanını vatandan qo'g'lab chiqarish ekanligini eskartish bo'ldi. Gunoh bular. Vatandoshlarım, sizlarning bu minnatsiz ajringlarni vatan hargiz unutmaydi. Oxirida shuni aytib qo'yay. Bu murojaatnomaga imzo qo'yishga kuch chiqarganlarningki, ya'ni uning tashviqotini elib borgan, boshqalar bilan ko'rishgan, so'zlashgan, qoyil qilishga tirishganlarning ichida nurg'un yosh inqilobchilarni ko'rdik. Albatta, bu sabti yana G'ulom Osmon Yag'ma efendi, Abdul Ahad Nur Qaraji qatorliq boshqa cho'nglarni ko'rdik. Yana buningda boshqa cho'nglarmi bor, masalan, Mevlan Yasin efendim ve boshqalar. Men hozir bu cho'nglarning töhfisini demay turay. Biz töhfini yoshlarga berilib, biz bu yaşlarınki işlerden bekme söyündük. Ben şahsen bu pidakarlıktan bek söyündüm. Ben bunların bazılarının ismini atap ötmekçiyim. Eğer bunun içinde ben unutup kalgalı bolsa ya ismini diyemmeyen ya hata dep kalgan bolsa beni keçirişler. Çünkü bana kıyırlık yetip oturdu. Apokulaslar. Aldı bilen Amerika'dan Salih Hudayar ve Mehmet Veli. Şivisi'den Nicat Turgun, Abdüşkür Samsak ve Tuğluk Hamid. Gollandiya'dan İbrahim Akkovuk, Alican, Salam Gani, Abdüşkür ve Abdurrahim Gani. Norvegiyadan Kurbancan Nisam'dan Abdüşkür Ferhat, Alimcan Ahmet ve Ferhat Abdiveli. Avustralya'dan Dilyar Musabay, Nur Muhammed Mecid Türkistani, Adem Turan, İlyar Şükür ve Müyesser Ablet. Kanada'dan Nesrullah ve İsmet Kerimov. Germaniye'den Bilal Karmay. Türkiye'den Abdullah Tursun ve Abdüveli Adem. Japonya'dan Abdurrahman Hasan qatarlıqlar. Bu tüzümlük bir yerde tügümeydi aslı. Bolup mu Salih Hudayar bilen birlikte Dilyar Musabay bilen Nicat Turgun'un ilmi ve qaylıqlarlık düşendirişleri bizden bu faaliyetini cemaatimizge teşvik kılışka naiti paydalık oldu. Bu münasebetle ben bu illerimge çoğunkur minnettarlığımı bildirmem. Bu faaliyette ismi zikir kılıngan, nurgulgan yaşlarımız var. Bunların bazılarını biz bilenmeye kaldık. Bilenmegenlikim halkımızdan bilenmeydi. Benim bilenmegenlikim halkımdan bilenmeydi halkım bildirmeydi. Ben fakat bir şahs bunun bir parçası. Yani bazı yaşlar bu işlerini üntünsüz ismini çıkarmaya taraf kıldı. Bulağıma köp rahmet. Demek ki bu yaşlar bizni
texim ilhamlandırdı. Çünkü arasında yaşlar bulmagan faaliyette hayati güç kemçil bulundu. Yaşlarının kollaşıga erişmegen siyasi harekette yenilik, tasavvur ve radikallık az bulundu. Bizden bu müstakillik hareketimiz dal mana şundaq ot yürek yaşlarga texidimmi ihtiyaclık. Men kelgiside ular kabi teximi köp yaşlarının bu septe biz bilen müürigi tirep küreş kılışını ümit kılıman. Yaşlar, sizler vatanning kelgusizlar. Sizlardagi o'tdek qizg'inlik bizni manzilimizga yetkazishdagi ma'naviy boyliqdir. Sizlarning vataninglarga bo'lgan o'tdek muhabbatinglar va kuchli burish tuyg'unglar hammamizni texmi jasoratli qiladi. Sizlardagi aql farosat va bilim ishlarimizni texidimi tadbirlik va unumli qiladi. Bu kurash sizlarning ko'rishinglar. U sizlarni cümleden hemmimizni ahirki kalbiga eriştirdi. Allah vatanimizni aman kılgay. Şarkı Türkistan'daki halkımızı azatlıkı boğan ümidinden ayrımagay. Çet eldeki cemaatimizni özgü mehriban, düşmeniga muhabbet nefreti iniq ve tedbirlik kıygay. Allah hemmimizni erkinlik hakkındaki muşu sadalarını Kaşgar'ın, Ürümçi'nin, Aksu'nun, G'o'ljining, Turpan, Qumul, Korli ve Xotan osmonida birlikte yanırtışqa nisib qilgan. Hammanglarga rahmat. 60'dan ortiq Sharqi Turkiston tashkilotlari Amerika Majlisini Sharqi Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiriq qildi. Tarixiy ahamiyatga ega birlikka kelgan tirishchanlik bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari xalqi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Xitoy Xalq Jumhuriyati tarafidan besilingan Sharqi Turkistonning e'tirof qilinishi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Majlisiga jiddiy chaqiriq qilish maqsadida bir yerga jam bo'ldi. Markaziy Washingtonga joylashgan parlamentlik tizimdagi Sharqi Turkiston surgundi hukumati boshchiligidagi bu birlashma Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar qatorliq Sharqi Turkistonning o'z xalqiga vakillik qiladi. Ular Uyg'ur siyosiy qonunining ikki palataning qo'llashi bilan Avam palatasida ma'qullikdan o'tganligini tabrikladi va Kengash palatasini buningga ergishishga chaqiriq qildi. Bu harakatlar Amerika Qo'shma Shtatlarining Sharqi Turkiston xalqini qo'llashda rahbarlikni davomlashtirayotganligini tushundirdi. Ular yana Amerika Majlisi rahbarlarini izchil va ortgan harakatlar bilan rahbarlikni texmi kuchaytirishni talab qildi. Amerika Tibet xalqiga, Tayvan xalqiga qandoq yordam bergan bo'lsa, Sharqi Turkiston xalqiga o'xshash yordam qilib, Xitoy Kompartiyasining Xitoy Xalq Jumhuriyatining millatchilik, kengaymichilik, inson haqlarini dafsanda qilish qilmishlariga qarshi turishni orzu qildi. Amerikani ana vatani Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi va Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining 1949-yili 10-oyning 12-kuni Sharqi Turkistonga tajovuz qilib, 1949-yili 12-oyning 22-kuni mustaqil Sharqi Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlagandan keyin Xitoy Xalq Jumhuriyatining 1955-yili oktyabrda Sharqi Turkistonni mustamlika ma'nosida keladigan Xitoycha atalg'u Xinjiang deb atab avtonom rayonni qilib olgan muhim tarixiy mazmunni gavdalantirishga chaqirdi. Amerika Majlisiga sunilgan ochiq maktubda Xitoy Xalq Jumhuriyatining ishg'oliyati ostidagi Sharqi Turkistondagi vahshiy nochar ahvol, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlar va Sharqi Turkiston xalqining kimligi va mavjudligini sistematik turda yo'qotishga urinish qilmishi gavdalantirilgan. Hatto Amerika parlamentining hozirgacha qo'llaganligi muayyanlashtirilgan. Bu zulmning tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharqi Turkistonni mustamlika qilish va ishg'oliyatiga qarshi turish uchun texmo hal qilg'ich harakatning lozimligi ta'kidlangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining yaqinqi mazgildagi Xitoyni qarallik ko'zdan kechirishi, kishilik huquq dafsanchiligini ayblaydigan davlatlar bilan bu vahshiylikka sherik bo'lishga majburlangan davlatlar o'rtasidagi ixtilofni gavdalantirdi. Bu vahshiyliklarning eng nacharlari har kuni Sharqi Turkistondagi yerli xalqlarning majburiy ko'chirilishi va irqiy qirg'inchilikqa uchrashidek usullar orqali Sharqi Turkiston, Xitoy va O'rta Osiyoda yuz berdi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati tarafidan Xalqaro jinoiy ishlar sudiga sunilgan 4 ayrim hujjatda bu vahshiyliklar xotirlangan.
Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtəmin Əla əfəndi əhvalının ciddiyligini təkidləb, Amerika Məclisinin Şərqi Türkistanның besilingan zemin ekanligini e'tirof qilishi xalqimizning haq huquqiga erishishning tunji qadami. Bu yalğız siyasi cəhətdə e'tirof qilishla bo'lib qolmasdan, Xitoy Kompartiyasi rəhbərligidəki Xitoy hökuməti yürgüzüyotgan irqiy qırğınçılıqqa qarşı turuş, Şərqi Türkistandakı ezilgan xalqning sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tasdiqlashdagi axloqiy majburiyatdir dedi. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor əfəndi Amerika dünya səhnəsində hər vaqt adolat və erkinlikning simvoli bo'ldi. Amerika Şərqi Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish va qonunliq tartibga selishni yo'lga qo'yish orqali Xitoyning izchil yo'qotish va besim qilish harakatiga qarshi ahamiyatli pozitsiya tutishga yetaklaydi dedi. Ochiq xatda Amerika parlamenti qilishga tegishli tuvandagi konkret harakatlar ko'rsatildi. Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilinishi, Uyg'ur siyosati qonunini Sharq Turkiston siyosati qonuniga o'zgartirish, Sharq Turkiston masalalari uchun alohida moslashtiruvchi tayinlash, Sharq Turkistonning xalqaro sud mahkamasi orqali adolatga erishishini qo'llash, Xitoyning Sharq Turkistonning kimligini yo'qotish tirishchanligiga qarshi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ona vatanini Xitoy qo'ygan ishg'ol ma'nosida keladigan nom Shinjang deb atamay, Sharq Turkiston deb atash qatorliqlardan iborat. Bu kollektiv harakat chaqiriqi Amerika va xalqaro jamiyatning Xitoyning mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi va Sharqi Turkistonni ishg'ol qilish realligiga taqobil turishdagi muhim ehtiyojni gavdalantirdi. İmza qo'yuvchilar Sharqi Turkistonning adolat, kishilik huquq va izzat hurmatga erishish da'vosini ilgari surish uchun texnik ko'p uchur va yordam bilan ta'minlashga tayyor ekanligini bildirishdi. Sharqi Turkiston sürgündü hökuməti Amerika Məclisini bu chaqiriqqa ahamiyat berishni, Sharqi Turkiston xalqining erkinlik, adolat va o'z taqdirini o'zi belgilash haqqiga ega bo'lish uchun o'rnidan turishga chaqiriq qildi. Acaba Tengridan o'zgaga tiz bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipang'ishtirib ulguradigan ermak kitining tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Acaba Tengridan kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va beg'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlikachisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Acaba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida pasibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlikachisining junxocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qaytilishiga jon otadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshovidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.